Assalamu alaikum. Uyg'uriston Cumhuriyeti, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'deki barliq partiya a'zolari, vatandaşlarım, sabdaşlarım, yaxshimisizlar. Mushu Xitoy vatanimiz tuprog'ini üstü ochiq turmaga aylantirib, xalqimizni millionlarcha solab, erkeklerimizni turmalarga tiqib, erkeklerimiz yo'q oilalarimizga onalarimiz, qizlarimiz, singillarimiz baş gözünü juydigan özleri ayrım yaşaydıgan bir muhitqa Xitay paskını meynet erkeklerini ekirip yatqızıp, qandaqdı milletler ara tuqqanlıqni yol qoyuvatimiz, milletler ittifaqlığını jürgüzüvatimiz degandek bir sefsete bilen milletimizning, erkeklerimizning gururu bilen oynayışıvatıdı. Çünkü düşman şunu bildi ki bir millet fakat ve fakat milli yani milletçilik gururu bilen, erkekçiligi, erlik gururu bilen mevcut bulup turalaydı. Bir millet özünün milletki has gururunu yo'qotgan chig'ida o millet mengü kul ve biçare halde yaşap dünyadan yo'qolib ketadi. Yoki Xitoyga o'xshash ashundaq hukmron sinflarning vaqtning o'tishi bilan ularni qirib yo'qitib, hakimiyetga qarshi hech qanday norozilik bildirilmaydigan holga yetgan chig'ida uning ko'z yetgandan keyin bundaq millatlarni xuddi Amerika, Avstraliya, Kanada davlatlariga o'xshash ayni vaqtdagi shu zaminning haqiqiy qonunli xo'jayinlari bo'lgan millatlarni indigenous people degan bir qalpoq bilan ularga qandaqdi kichikkina bir qism yerlarni bo'lib berib, ularni ishlamasimi normal ölüp qolmagidek sağlam yaşaydigan bir sosyal benefit, yani bir ijtimoiy farovonlik bilan ta'minlab, bu orqali vaqtning o'tishi bilan ularni hech nimaga arzimaydigan bir ko'na qadimiy asari atiqalardek chiroyli juptazlab muzeumlarga qo'yib qo'ydi xolos. Hazır muşu bir qancha ay, yani bir yıl, 2 yıldan içinde bütkül dünyadaki barlıq Uygurlarımız ve Uygur teşkilatlarımızın ahvalığı qaraydigan bolsak, az içiş, yığlaş, özünü kaçatlaş, uxlayalmaslık, düşmanның vatanimiz ve xalqimizga qarta elip beriyotgan insan tasavvur qilg'isiz derecedeki insaniyet hergiz qabul qilinmaydigan ve insaniyet tarihinde körülüp bakmagan en eşeddi zulümge uçuravatkanlıklarını ağlap ve ağlatıp, özümüzde kaçatlap, yüz gözlerimizde tatlap, hökürep yığlavatımız. Toğra, hemimizden kayrindaşlarımız var, hemimizden uruk tuqqanlarımız var. Bulup mu bizden büyük Uygur milletimiz var depsen de olavatkan. Onun için hemimizden közü yaş, hemimizden kalbi çılık bir gazap ve içiniş, bir gurbetçilik işi duruvatımız. Ama şundak bir noktaya dikkat kılmavatımız ki, o bir düşman. Düşmanның hususiyeti, düşmanның psikisi, düşmanның mahiyeti ne? O sizin zimininizde ele vargandan keyin sizde aşındak otudu, öldürdü, kırdı, yoktudu. Bu düşmanның koludan keladigan ve düşman kıladigan iş. Xuddi biz bu Uygurlar bunu bilmeydiğindek bu zeminimizden ayrılıp kalganlığımız için bu derecede eşeddiyle çıkışınıvatkanlığımız, kırılıvatkanlığımızı nezarda tutmay, hökürep, yığılap, hazı içivattığımız, hey milletim, 35 milyon ahalisi var bir milletinin. Mana bugünkidek milyonlap biguna kayrindaşlarımız, milletimiz, analarımız, sanalarımız depsen dolup kırılıvatkan çıkıda Allah'ın en mukaddes kitabı Kur'an'da gösterilen cihat kılışının yollarını ve onun hakiki mahiyetini ağıltıdığın ya bir imanımız yok. Ya ki hey bu milletin davası kişilik hukuk davası emez. O bir zemin davası. Sen zemininden ayrılıp kalganlığın için bu günge kelivatsan. Onun için sen bu zeminini kolga ilişkin tırışın gerek bir millet, vatanisiz, zeminisiz bir millet dünyanın her kanday yerde. Hatta ayğı çıkıp, Mars'a çıkıp yaşasın mı? O bari bir biçare yaşaydı o. Düşmanның seni kırıştaki birden bir məqsidi, sen şu toprakның hocayını, sen Uygur şu toprakның igisi ve şu toprakның hakiki hükümranı işgalliğini bilgenlik için seni yok tutmadı.
Seni yo'qotishga bütün kuch bilan tirishibdi. Biz nima ish qilyapmiz? Tashqi dunyodagi tashkilotlar bo'lsin, shaxslar bo'lsin, Sharqiy Turkiston millati, Sharqiy Turkiston xalqini qiryapti. Deb uning ichiga qozoq, qirg'iz, o'zbekdan iborat hozir davlat qurib, mustaqil davlatini oshkor dunyoga e'lon qilgan bir o'z millat nomida davlati bor millatlarni majburiy buning ichiga olib kirib, Yevropa birligiga o'xshash Xitoylarning Sharqiy Turkistonda elib berayotgan bu qirg'inchiligi insoniyatga qarshi qirg'inchilikdir degan hukmning chiqishiga sababchi bo'ldik. Hey vatandaşlarım, qarindoshlarım, hey büyük Uyg'ur millatim, biz shunday bir aqlli millatdiq-ku, nima ish o'ylamaymiz. Bu insoniyatga qarshi jinoyat degan bu so'z qarqoyoq insonli bo'ladigan uni qirsa, mayli uni ichida Xitoy bo'lishi mumkin, Tungan bo'lishi mumkin, Mo'ng'ul bo'lishi mumkin, Uyg'ur bo'lishi mumkin, qozoq, qirg'iz va kaza. Bu şekildeki qirishni insoniyatga qarshi qirg'inchilik deydi. Xalqaro qonunning definitioni bu. Endi genocide degan nima? U genocide degan ma'lum bir millat, ma'lum bir qavm va yoki ma'lum bir qabilani tubdan yo'q tutish uchun elib berilgan bunda qirg'inchilik genocide deb ataladi. Xitoy vatanimiz tuprog'ida Uyg'urlarni tamoman qirib yo'qotish uchun genocide elib beryapsa ve xalqaroning buni genocide deb qolmasligi uchun orasiga ancha-muncha qozoq, qirg'iz, o'zbek qarindoshlarimizni qetib solab qo'yavotsa, biz uni yo'q. Sharqiy Turkistonda 12-13-15 millat yashaydi, uning ichida Xitoylarmi bor? Bu insoniyatga qarshi insonlarning hammasini qiryapti. Deydigan bir safsatini xalqaroga satanmayotsa, biz uningga moslashib Sharqiy Turkistonda Xitoy qirg'inchilik olib beryapti deyish orqali mana bugungi kunlikda Yevropa birligiga o'xshash davlatlarning rasmiy majlisida Xitoylarning Xinjiangda elib borgan bu qirg'inchiligi insoniyatga, ya'ni crime against humanity, insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi. Genocide emas deydigan hukm chiqdi. Bizning vatanimizning ichidagi xalqimiz, shu ojiz qizlarimiz, onalarimiz, singillarimiz dushman tuprog'i ostida nihoyat qattiq xo'rlanayotdi. Shu mehnat iflos Xitoyning farzandlariga bizningki chiroyli shu go'zal qizlarimiz majburiy holda to'y qildirilyapti. Bu millatni yo'qotish uchun elib berilgan kurash. Bu millatning naslini, DNA'sini quritmoqchi bu. Çünkü hakimiyetni egallab olsa, ziminni tatqizib qo'ysa, mana shunday Uyg'urlardek zimindan ayrilib qolgandan keyin inson bu kunga qoladi. Unda qo'sidanki bizning vatanimizning ichidagi shu ojiz qizlarimiz, singillarimiz, onalarimiz gunohkormidi? Ular bugünkidek shunday xo'rlikqa, shunday qirg'inchilikqa uchrashga haqliqmidi? Yo'q. Lekin Xitoy u faqat shu ziminning egisi bo'lganligi uchun qaryapti. Unda qo'ygankan bizning Xitoy chiqib vatanimizdagi shu yerning qonunlik egillarini, Uyg'ur millatini shunda qarqo'yaq begunoh qiryapsa, acaba shu jallod Xitoylarning, shu hukmron sinfninki beshida turib olgan jallod Xitoylarning, shu hukmronlarning, shu tajovuzchilarning farzandlari chet ellarga chiqib, putlarini olmab qo'yib, Starbuckslarda kofesini ichib, Harvard, Yale deganga o'xshash nihoyat cho'ng universitetlarda intayin qimmat mashinalarni haydab, nihoyat go'zal bir oilalarda o'ltirib, xotirjam yashayapti. Hey, bizdan boshqa bir millat bo'lgan bo'lsa, ashta millionlab xalqimizni begunoh qilgan bu Xitoy millatining tashqi dunyoda bunday ozod yurishiga yo'l qo'ymaydi. Bir vicdanı var oğul balı çıkıp bunda Xitoylar hey nima qilyapsa sen ayadi vatanini begunoh xalqimni qirding, men sening buyerdagi xalqingga aram bermayman deydigan signalni bergan bo'ladi. Agar bizdan boshqa bir millat bo'lgan bo'lsa. Men bir kunisi Washingtonda namoyish qatnashib, lager yangi boshlangan mezgillarda men Uyg'urlarga ozodlik türmeler takalsın degan maykini kiyip bir Starbucks'ta namoyishdan inib kofe içip o'tasam, bir Afg'onlik bir yosh bola bilan so'zlashib qoldim. U Amerika hukumatida ma'lum bir yerda ishlaydigan bola ekan. O'zi 25-26 yoshlar chamisidagi chiroyli bir bola. Dediki, "Nereden kelyapsiz?" deb. Mishta Xitoy bizni qirib o'tib bordi. Necha millionlab xalqimizni turmalarga soladi. Shuning uchun men namoyish qilib keldim desam kulib ketdi.
Ben nima kulsa desem, dedi ki o, seningcha bu yol mu? O seni korallı kırıvassa. Sen bir yerde hozacamsan, ya ki başkaçı bir şekilde bununla takabül turamsan. Acaba o senin bir günah halkını bir yerde kırıptı. Bunun halklarıca bir yerde azadı jüreleydi ki ne? Ben seni edem ötte demeyim. Ama ulağımı bir agalandırış versin gerek. Bütün dünya anlasın senin gazap, nefretke, içinin toşup partlavatkalığını, halkının taşkı dünyada hiç kanda yaşaşka, bir hatırcam, bir uxlaşka mümkünçilik bulmavatkalığını emli hareketin olan hak kösün. Ben seni adam ölte demedim. Onun içi vagan nait kattı restoranları, şu yerdeki callatlarının, perzentlerinin, büyücülüğün ticaretleri var. Sen bulağa karıştı. Onun dikin sen turvatkan şu kanunluk devletler demiş ki bundan kıldın. Bu bunun mülki, bu devlet bunun mülkini, fukraların mülkini koğdaydı. O Xitay olsun, Uygur olsun, Kazak olsun, Kırgız olsun, İngiliz olsun, Türk işi olsun. Digen çıkadı sen, vicdanımga patmadı. Çünkü ayadımın halkımını kırıvatıdı, öldürüvatıdı, yoktuvatıdı. Ama bunun fukraları dünyanın hem yerde azade, kolları kan. Hiç kadar işi olmaganda yaşavatıdı. 1 milyar 300 milyondan artık bu Xitay ahalisi millet diyen şart kimi toşmaydı. Eğer o bir insan bir millet bolsaydı, bugünkülükte bu callat, bu baskıncı, bu rehimsiz, bu iflas hakimiyetine orundan dest durup narazılık bildirgen buladı. Eksince Xitayning içki ülkelerde kesel kaplasa, talağı çıkıp butlarına yalırıp, nimişki bu Şinjan'a bağmaya bir yere geldi, davatıdı bunun normal pukularını. Ey vatandaşlarım, öz vaxtida Çingiz Han mı? Xitaylarni xuddi Xitaylar bugün Uygurlarni qirganda qirgan. Yani aşındak 20, 30, 40, 50 aileni bir orunga solap, bir pichak, sey to'g'raydigan pichakka zanjirni bog'lab qo'yib, Xitaylarni bir-birlab o'lchirab turib, sey to'g'raydigan qilib, yani shu darajada qirgan. Hatta jinoiy ishlar da'vo qonunlariga nima deb kirgizgan shu chaqda Moğol askerleri bir Xitay erkekini öldürüp koysa, keyinki bazardaki hangi şeklinin bahası kança olsa şuncu töleydi. Ayallarını öldürüp koysa, keyinki bazardaki çişi şeklinin bahası kança olsa şuncu töleydi. Ama Moğol askerlerinin buyruğu boysunmagan her kandak bir Xitay ailesini, meyli o küçük olsun, çoğun olsun, er olsun, ayal olsun, öldürüş nek meydanda hukuku var, de belgilegen. Bu misalni keltirishdagi bir maqsadim, demak, siz tuprog'ingizdan va tuprog'ingizga bo'lgan hukmronligingizdan ayrilib qolgan chig'ingizda mana mushtaq ahvol qilasiz. Bizning xalqimizni xuddi burun qirib boqmagandek, bu qitimli qirayotgandek. Xuddi bundan burun millatimiz nihoyat erkin azod yashayotgandek. Fakat bu qitimda Xi Jinping degan bu Xitoy chiqib, Chingchangguani o'yatib ishni buzayotgandek. Bir signalni beryapmiz, unda emas. Bizning vatanimiz va xalqimiz bundaq zulmlarga oshkora va yoshirin holda bir asrdan ortiq vaqt bo'ldi vatandoshlarım. Bu bizga yangi bir narsa emas. Bir qitim men Amerikada qonun o'qiyotgan chig'imda Uyg'urlar masalasi haqida menga bir tushuncha berish haqida yarım saat vaqt berdi mening professorim. Men shu chaqda Uyg'urlarninki planliq turg'i siyosatini yo'l qo'yib, homildorlarning qo'sqidan majbur bolalarni tushiradiganligi. Zaminimizga Xitoy ko'chmalarini ko'chirib chiqib, xalqimizning ishsiz qilayotganliklari. Xitoylarning vatanimiz tuprog'ida to'xtamasdan oshkora va yoshirin holda qirg'inchilik elib berayotganliklari va siyosiy jinoyatchi deb tutib, xohlagancha bir qonuniy jihatdan ularning huquqlari hech qo'g'dalmay, hech qanday bir advokatsiz va hech qanday bir qonuniy bosqichlarni besib o'tmasdan ularga o'lim jazolari berib etilayotganligi haqida men yarım soat to'xtalib so'zlagan chig'imda mening professorim meni sirtqa olib chiqib, professor Jin o'z vaqtida Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi Dunyo adolat sudida sudchi bo'lgan ayoldi. Meni talog'i chaqirib chiqib, meni ular adlajan demay, John deydi. Mr. John, sening deganlaringga men nihoyat ishoniman. Ammo bu 2002 yilda gapma o. Ammo rost sen degandek bir millatning beshiga sen degan narsaning hammasi kelgan bo'lsa, nima uchun dunyo tiqchi bilmaydi? Ya sening xalqing shuningga ko'nak,
Ya sen yalgancı degan bana. Ben şu günden taştıp, ha, kişilik hukuk insan hakları davası, biz kıldığın dava emesken. Asli bizning davarimiz haq talab davası, zimin davası ekan. Deb men darhol shu chaqda YouTube'la endi chiqqan vaqtdi. Men YouTube'ga chiqib, o chaqda YouTube'ga 10 minutdan ortiq videoni upload qilib bo'lmadi. Shu chaqda men chiqib 10 minutdan pajlab Uyg'ur mustaqilligi haqida degan nutqimni boshladim. Natijada mushu nutqimni qayta so'zlab 3-4 nusxa chiqargandan keyin Xitoy kommunist hokimiyati eshak kuching yetmasa ur to'qamni deb mening 17 yoshli o'g'limni o'ltirdi. Uning bilan mening g'azablarim tugmay, men ichimdan portlab, hayotimdanmi voz kechish to'g'ri kelgan vaqtlarimda ko'taranmasang sangiltib ol degandek, Dünya Uyg'ur qurultiyining ijroiya va diniy komiteti cho'ng bir yig'in chaqirib, Rabia Qodir boshliq Rabia Qodirning yetakchiligida Ablajon Leyli Namanni bir amal qilib odam uyatib Amerikada o'ltirib yetish qarorini oldi. Va hech deb tatmasdan Rabia Qodir menga telefon qilib, "Ablajon bolam, endi gunoh mendan ketdi. Hayotingga diqqat qil. Yaqında bir yig'in ichildi, Dünya Uyg'ur qurultiyida sana deb qo'yay dedim. Sening hayoting xatarlikda dedim men. Qo'ya telefonni. Amerikada bu degan harassment. Bu bir jinoyat Rabidama da'vat qilamiz. Hozir telefon qilib ikki putingizni bir o'tak tiqib so'laydi Amerika. Men bir qatim onimizning o'rnida yo'l qo'yay, ikkinchi bu gapni qilg'icha olmaq dedim. Ve 2009 yılı Amerika'da içilgan Dünya Uygur Kurultayı'nın bir kıtımlık yığınıda Dünya Uygur Kurultayı'nın icraiya komiteti ve dinli işleri mesul adamları şu yığını kelgen çıkıda ben şularını ottağız koyup hem de aldım o kepsile. Sizlerini kanun boyunca sol tuшу hukukum var ama bir nesini soru olay onda kınmayım sizlerge. Has şunda bir karar ilingan mı? Dep sordum. Hey vatandaşlarım, şular dedi ki şu çağda siz bizim annemiz Rabia Qodirga karşı leksiya sözlügenliğiniz için biz şunda bir kararını ağanlığımız rast deb cevap verdi. Aziz vatandaşlarım, bizning bir Dünya Uyg'ur Qurultayı'nın reisi olan Uyg'ur milletinin anısı degan bir hanım çıkıp düşmanga karşı ve Washington'da, Virginia'da, Maryland'da yaşayan bir Xitoyni o'ltirishni qaranamidi. Ablajon Leylnaman deydigan Uyg'urning balasi, Uyg'ur uchun kurash va inqilob qilgan, Uyg'ur uchun butun jinini, hayotini, balasini qurbon qilgan bir Uyg'urni o'ltirish uchun qaror oldi. Mana bu Uyg'urlarning ahvoli. Mana bu Uyg'urlarning da'vosi. Aziz vatandaşlarım, ben şunu demoqchiman ki biz hozir ishni to'xtaylik. Biz davomli da'vogar bo'lib keldik. Biz bir qatim javobgar bo'laylik. Ularni bizning ustimizdan da'vo qilib baqsin Xitoymi? Bizmi uni bir qo'rqitib baqaylik aziz vatandaşlarım. Dünyada unda bir mantiqi var. Onun uniformi, harbiy kiyimi, quroli, davlati hokimiyati bo'lganligi uchun u vatanimizga chiqib bizning fuqarolarimizni o'ltasa, qirsa, chanisa, solisa bo'ladi. Ama bizning puxrachi kiyingan xalqimiz o'rnidan qo'pab uni o'ltasi terrorist olamda. İngilizce terörist degan gapning definitionida bunda bir so'z var. Bir milletning terroristi, ikkinchi bir milletning qahramoni deydigan bir so'z var. One nation's terror, another nation's hero deydigan bir so'z var. Terror degan gap nima degan gap? Boshqalarga uyqu bermaydigan, qo'rqoq soladigan, davomli ansirtib, xotirjam yashatmaydigan bir harakat terrorlik harakat bo'lsa, uni epbog'chilar terroristlar bo'ladi. Xitoy shuni qilyapti bizga. Biz uning o'rniga xuddi bu Allah'dan kelgan bir eceldek. Uni çoqum bir insan buluş için qabul qilmasak bo'lmaydigandek, biz o'zimizni kaçatlab hozir ichivyapmiz, hozir. Hatta teng yig'ilmaganlarga xapolayapmiz. Men chiqib yig'ildim, sen de bir yig'ilmaysan. Voy bu şekilde mağmaydı bu dava. Bunun bilan bu düşmanni chiqarib bo'lmaydi. Deb biz bu vatan mening vatanim. Menden başka hiç kandak bir güç, hiç kandak bir guruh, hiç kandak bir sinip ve hiç kandak bir hakimiyetin hükümranlık kılışıga mutlak ruhsat yok diyen bir en âli bir Uygur milletçiligi ve Uygur gururunu götürdüğün bir prensip boyunca oturuğa çıkıyorduk. Uyguristan Cumhuriyetçiler Partisi'ni kurup biz hain bulduk. Şarkı Türkistan demegenligimiz için biz ne hain digiçiler oldu. Acaba senin Uygur milletin öz namısı devlet kursu bombam da.
Qazaq, Qırğız, Özbekler öz vaqtida bizning inqilobimizga qatnashgan desa, albatta, shu yerda nay yegandikin, shuning suyini ichgandikin, dushman shu ziminga tajovuz qilgandikin, albatta uning qurolli bizdan kurash qilish majburiyati bor. Masalan, Amerikada necha yüz millat yashaydi. Hech qachon bular Amerikaning inqiloblari uchun kurash qilganligi uchun Ispanishlar Kaliforniyani badab, ha? Yana birisi boshqa bir state'ni badab talashmadiki. Her qandaq bir devletni bir millet kurdu. Onun içinde ne çıkın milletler yaşaşı mümkün. Şu devletke bir hücum kelgende, şu devletin nenini yap, suyunu içken her qandaq bir milletin kolu qoralayıp çıkıp onu qoğdaş mecburiyeti var. O degenlik ulağa devletini qoğdap bolğandaki yani taksim qıpırsa degenlik emas. Onda işte yok etim macan bödep bir gapning ichki so'zida qozoqlar yordam qilgan. Qirg'iz, voy to'g'ri qirg'in biz seni olmadik. Ama ularning hozir davlati bor. G'arbiy Turkiston mavjud emas. Endi uning sharqida bir Turkiston bor deyishning zaruriyati yo'q. Uning g'arbi deyishning bo'lmagandan nim bilan farqlantirsa uni. O'z vaqtida Qozoq, Qirg'iz, O'zbeklarni g'arbiy Turkiston degashga sharqdimi bir suva deb atagan. Endi g'arbniklar butunlay o'z millat nomi davlat qurib bo'lsa, yana nindab sharq deb o'tirsa deyman. Voy bu Uyg'ur millatiga davlatchilik yarashmanda. Biz tarixten burun nurg'unlagan Uyg'ur xonliqlarini, Uyg'ur davlatlarini qurmaganmi biz, imperiyalarni qurmaganmi? Hey, numus qilmay bu Uyg'ur degan ism 33-yilda paydo. Voy dadangdan so'rab qazin, dadangmi 33-yildan burun tug'ilgan? U o'zini nimda aytdi? Uyg'ur demamdi, buvangchi. Demak, mana Xitoy mana shunga o'xshaydigan Xitoy men burunmi degan. Xitoyning birdan bir hilisi u o'zi qo'rqadigan, o'zini vayron qildigan har qanday bir vahimini tilga olmaydi. Desang, Uyg'uriston desang, chat bo'lmaydi. Sharqi Turkiston deganni Dong Turkiston dedi deb, uningga bularni bo'lginchi deb qaraydi. Va Xitoyningki konsuliga birmi tash ashma atmagan, Xitoyga bir olibmi qaramagan, bir Xitoyning bunni qaratmagan Ömer Qanat, Dolqin Aysa va hokazo deganlarni chiqib terrorist deb ataydi. Hey, qanday shart to'shidi ularning terrorist deyishga? Bir Xitoyning bunni qaratmasa, ya bir konsulga bir tuxum atanmasa, hatta bunda terrorist degan bir shariatlik nomni Xitoy aytib paypaq qilib etdi. Shuni bilan qanday qilamiz? Voy. Bu Ömer Qanat Dolqinlarni keyindan ushaq yaqimanglar. Xitoy ularni terrorist deb atadi. Ulardan Xitoy qo'rqyapsa, bular uni chetga qilyapti. Bu bir misol. Demakchi o'g'lim, haqiqiy Xitoyga qarshi uning bilan zimin da'vosi qilaman deydigan kuchlarni Xitoy hech ko'rmaganga, hech anglamaganga, pisand qilmagan holga kirib olib, xalqimizni gangirtidi. Andan xalqimiz deydiki, "O, kishilik huquq inson haqlarini qilayotgan tashkilotlarimiz degan kongresslarni ko'rishdi. Senatorlarla ko'rishyapti. Voy uni qilyapti, buni qilyapti. Shuning uchun bularga agish kerak deb biz butunlay mustaqillik da'vosiga va zimin da'vosiga bilib bilmay qarshi turamiz. To'g'ri? Bizga kishilik huquq, inson haqlari da'vosi intayin muhim. Dünya Uyg'ur qurultiyi boshliq bir qancha tashkilotlar bu ishlarni qilyapti-da, qo'lidan kelishicha yaxshi qilyapti. Ammo bu da'voning hammasi emas. Voy vatanimiz mustaqil bo'lgandan keyinmi shu Uyg'uriston davlatidagi rahbarlar, hokimiyat tutgan odamlar xalqning kishilik huquqlariga daxldari yetkazmasin deb biz bu tashkilotlarni o'tkazib berib ashadini qurib qo'yamiz. Bu dunyoning hamma davlatida bor narsa bu kishilik huquq, inson haqlari degan. Bizning da'vorimiz u emas. Bizning da'vorimiz zimin da'vosi. Haq talab da'vosidir aziz vatandoshlarım. Deb biz bu partiyani qurib, bu shuarning kayniga agishinglar desak, agish u yoqda tursin, taraf-tarafdan qarshi chiqib, bizning partiyamizning bir shuar, bir ideologiya ostida o'ziga ko'plab partiya to'plab, xalqaraga hey Uyg'urlarni ittifoqlasha olamiz, birlasha olamiz, hamkorlasha olamiz. Vaqti kelgan chog'da bizga yordam qilsang, bir cho'ng qo'shin bo'lib dushmanga qurolliq zarba qilishga tayyor turamiz deydigan mundaq bir ulug' shuarning kayniga agashgili unimaydi bilib bilmay. Aziz vatandoshlarım, u deganlik bizning partiyaga a'zo bo'linglar deganlik emas. Bo'z shunda bo'lsin. Bo'lmasa ish qilib bir kuchli bir tashkilotga bir yig'ilib bizning Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisining shuarini aytib, aniq, keskin, yo'li intayin parlaq, nishoni to'g'ri. Agishinglar, birlashayli, milyonlab yig'ilib, biz ozg'ini bedel pullari bilan tashqi dunyoning ikki tal pulini ep qo'yib, qiynapsini oldirib o'sirab qo'ygan kelindek yaga qarab tirnig'imizni tatlab o'tlamaydigan bo'lamiz.
millet öz davasını sağlam qilish uchun iqtisodiy jihatdan ozod bo'lmog'i lozim. Qandaqto National Endorsement of Democracy NED deganga o'xshash bir qism o'rinlarning bergan azroq pullarini ep qo'ysak, u holda biz ularninki xalqaroda ep bordigan normal Xitoylarning zimin putunligiga himoya qilishdan iborat bir siyosatiga bo'ysunishga majbur bo'lib qolamiz. Adamning gelidan o'tsa o'zi qizdirdi. Şunun için biz bir partiyanın etrafına oluşup milyonlab partiya a'zolarini qabul qilganchigimizda o'zimizdan $2, $3dan bergan bedel pulu bilan necha milyon dollar qo'limizni qirdigan bir partiyaga aylanib, biz bir orallar setib olib, bayrog'imizni tiklab, askarlarimizning normal xalqaro qonunlarga uygun holda tarbiyalaydigan ofitser maktablarini tutturib ve ularga diplomi taqtalaydigan, vaqti kelganda Xitoyga darhol berib, urushga tayyor turadigan bulup mu Xitayning yaqında Tayvanga qizatgan ko'zi ve bunun neticesinde u bir pay o'q atsa Amerika cho'qim Tayvanni qo'daydiganini o'tirib qo'ydi. Agar Xitoy Tayvanga bir pay o'q atsa, u holda biz uchun intayin cho'ng bir fursat kelgan bo'ladi. Uning uchun tayyorligimiz lozim. Mana shunga o'xshaydigan tarixiy bir fursatlardan nəhayət önümlük foydalanish uchun biz bir kuchli bir partiya, bir nizomnoma, bir prinsipni ağırlığı tutmamız lazım. Hey Xitoylarning 7-8 man Xitoylar yig'ilib bir to'shib qol vaqtda yig'in ichib 21-yili bugünkidek bir kuchli davlatning qurilishiga sababchi bo'ldi. Biz Uyg'urlar tashqi dunyoda qancha qatim qurultaylar ochdik ha? Ve biz şu aynı vaktdeki 21-yildeki hiç qanday medeniyet seviyesi yok. Bir iştinni, bir putuğu kiygen, bir ayığını yaylap giyemediğin bir man Xitoylar çıkın bulanmadığımıza. Nimişka? Çünkü ulada meyli o qanday iflas, qanday qanxor, qanday meynet millet bo'lishdan qat'iy nazar u vatansizlikning derdini intayin jiq tatqashqa, u vatan qurish uchun o'zining ichidan chiqqan ana shunday manqillarni yo'lab turg'izib, bugünkidek bir hokimiyatni qurdi. Biz-chi kim o'tirg'i chiqib, haqiqiy vatan millat uchun xizmat qilaman, mustaqillik va zimin da'vosi qilaman degan odamlarimizni Xitoy uyoqda qilib o'zimiz urib chiqitib, hatto uningga o'lim jazosi hukm qildik. Men yuqori deb o'tib ketdim. Shunga aziz vatandoshlarim, yig'iningmi chekava. Biz bir millet bo'lish sifatimizdan o'rnimizdan turmog'imiz lozim. Mening bütün imamlarımızga, ulamalarimiz qildigan jakarim Allah'ın en kudretli kitabı Kur'an-ı Kerim'deki mana millet bundan bugünkidek xorliqqa uchraganda uning erkeklerine tushadigan vazifalar so'zlansin. Xonning buyrug'i vacip deydiganlar emas. Ziyonlarimizga ve senin taşkı dünyaya çıkıp nime okuşan qat'iy nazar senin de bir taşkı dünyaya çıkıp okugan Uygur'un ziyalısının kalbide vatanperverlik bulmasa kötü senin onda unvanlarını. Biz için hiç faydası yok. Sen vatanperver emez. Eğer milletinde kalbinde milletke vatanı bir söygü sende milletperverlik bulmasa zuvanını bas. Milletli kalaymakan yolga başlama. Erkin sıdık okşaş günde çıkıverip vatandan kelgan haberler. Vay sana nereden geldi o haber? Kim verdi sana o haberini? Ha, bütün dünyadaki Uygurlar, Urtukkan kıyındaşlarında hiç sözleşemedi. Sen nereden elvatsa onu ya? Sen devamlı Xitayning kuchsizligini, milletning qirilayotganligini ağıltıp, bu milletni mana bu shunday kech uxlanmaydigan psixologiyasini buzib, ularni bir yomon kuniga qo'ymoqchisan, nima qilmoqchisan? Bu milletning ruhini ko'tardigan ey büyük Uygur milleti. Sen güçlen, sen birleş, düşmanının üstünden galip gelersen, sen ezelden tatip, elmisaktan tatip, intayin küreşten bir millet. Seninden korkap düşman 2500 kilometrelik sipil sokuşku mecbur olan intayin güçlük bir millet sen. Seninden korkap bu Xitay milleti hazırgıca öyünün aldığı orman koymaydı. Çünkü sen ormanın içinden çıkıpla ulanı öldürüp etken boğallığın için hazırgıca bir yer öyse olsa işgaldaki ormanları kesiyor. Ya deydiğin adamlar kene? Bizden milletin gururunu ve milli gururunu götürüş için küreş kıl. Ya ki bombasa siyip kırıp uxlap kal. Bu benim ziyanlarımız dediğim gibi. Eğer senin kalbinde vatanperverlik bulmasa sen bir juda konu kitaplarında boynuna atıp algan bir taşkı dünyada can bekip atkan divandan başka hiç nezemezsin. Aziz vatandaşlarım, şunun için biz çokum birleşimiz, ittifaklaşışımız bir kuş bulup yığılmamız lazım.
Meyli kişilik hukuk, insan hakları davası ilip bakan teşkilatlarımız olsun. Meyli müstakillik şuarın tolatkan teşkilatlar olsun. Kandaktı birbirisiyle ziddiyetleşmeyi, ittifaklaşmamız lazım. Birleşmemiz lazım. Hemkarlaşmamız lazım. Bu hemkarlaşışının, birleşişinin, ittifaklaşışının vakti. Eğer öz vaktida Gomindan olan Gongchandan ikisi Jiang Zeshi bilan Mao Zedong o'zaro urushayotgan chig'ida tashqi dunyodan Yapon kirib hujum qilib edi. Shu imonsiz, dinsiz maynar Xitoylar bir mezgil urush to'xtatib, birlashib Yaponga qarshi turdi. Va biz u darajada emas-ku. İnsan hakları teşkilatlarından, müstakillik teşkilatlarından otursa Gomindan olan Gongchandan otursa sizde yoktu. Onun için birleşelim. Yani bizden hem de birleşip düşmanımızı ortak karıştırdığı vaktimiz geldi. Bir minut keçiksek yiyen tamığımız, içken suyumuz haram biz için. Bugün kolumga tılpınını yapıp tayarlıksız açığımda sözlep koydum. Çünkü bu bir neçe aynanız buluvatkan bu jığızare, bu haza, bu nezir çıraklar beni zeriktirdi. Bizden milletten mu gazaplanıdığan. Koluğa nimi çıkışını elip düşmanga karşı kançılık üçmenligini ağıltırgan vakt geldi. Eğer onu kılanmasak en yakısı jığımızın toxtaylı. Biz hemmeden aldığımızdan Allah'ın aldıyamayız. Eğer kalbimizde, hakiki vicdanımızda vatan milletinin hürlüğü azatlık için küreş kılmen deydiğen bir şuar, bir söygü bulurken onu çokum Allah biliyor. Şu münasebetle hemimizle Allah'ın güzel selamları olsun. Allah bundaki işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Köpçülük rahmet. Beni keçiyorlar, ben telefonunu yapılan aiti kopal yapılanı koydum bugün. Tayarlıksız ama benim o işimki patmağanlık için bulan sözleşki mecbur oldum. Yeni bir kıtım hemimizle Allah'ın güzel selamları olsun. Köpçülük rahmet.